Bugungi suhbat inshaalloh otani qiziga qilgan nasihat to'g'risida gaplashamiz. Akalar sal jilib olinglar, orqada kirganlar bor ekan. Rahminglar kelsin. Jilish olinglar. Bilaylik. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qizlariga ham nasihat qilgan. Qolganlarini payg'ambar alayhissalom nasihat to'g'risida bir keyinchalik batafsil gaplashamiz. Buni o'zi bir juma, ikki jumalik deb o'yladim men. Bunday emas ekan. Buni o'zi ham bir 5-6 jumalik davom etadi shekilli. Xossatan bizi yurtlardagi qizlarga otalari naqadar nasihat qilishi juda ham muhtoj bo'ldi. Nega bu mavzuga alohida to'xtalib o'tyapmiz? Nega? Ota qiziga nasihat qilishi mumkinmi to'ydan bir kun ilgari yoki 2 kun ilgari? O'zini qiziga. Balog'at yoshiga yetgan. 18, 19, 20 kirgan. Qiziga qanday ota nasihat qiladi degan bu ko'pchilikda aqli sig'maydi bu narsa. Ota bilan qiz bir yerda dasturxonda o'tirib olib serial ko'rib qoladi. G'alati joylar chiqib qolsa-ki, ya'ni ota bilan ota bilan qarab turgan bo'ladi, qiz sekin dasturxondan yig'ishtirib chiqib kelib, qaytguncha tugab qoladi. O'tirib ko'radi. Ammo qiziga nasihat qilmaydi. Vaholanki bu nuqta juda ham muhim nuqta. Nimaga? Ota erkaklik tomonidan haligi erkakka nima kerakligini ota biladi-da. Ash tomonidan qizga kerakli nasihatlar berish kerak paytda otalar hozir kunda bermayapti qizlarga nasihat. Buni natijasida oilalar buzilayotgan. Darrov shu yoqqacha g'ayrati, rashki kelmagan ota kuyov ish bilan avtobusga qiz savorsa, sen dayuzmisan sen? Hu deydigan otalar bor. Shu bilan janjal, g'alva ko'taradigan otalar bor. Mana bu bugungi va bundan keyin 3-4 yoki 5-6 juma atrofida qilinadigan bizni aytilayotgan islomiy tarbiyasida aytilayotgan ma'ruzalarimiz otalarga juda ham muhtoj. Otalar juda ham muhtoj shu nasihatlarga. Qilishlik kerak bo'lgan nasihatlar bilan. Ota musulmon ota. Dindan xabari bo'lgan ota. Allohning kitobidan, payg'ambar alayhisalom hadislaridan uni buni o'rgangan, masjidlarda eshitgan ota qiziga nasihat qilyapti. Aytayapti, qizim dedi. O'tirmagan. Ertaga seni vaqting bo'lmaydi. Bugun men senga 2 oz nasihat qilmoqchiman. Ammo shu nasihatlarni mahkam quloq solgin. Vaqt kelsa shu nasihatlarga mahkam ushlab quloq solishing ko'p narsalarga ta'sir qiladi qizim. Birinchisi, qizim, men hozir aytgan gaplarga sen hayron qolasan. Eshitganmisan? Bir-biriga zid narsalarni goho hayotda uchrab qolishini eshitganmisan qizim? Eshitganmisan Alloh subhanahu va taolo o'likdan tirikdi. Tirikdan o'likni yaratishini eshitganmisan? Ikkovi bir-biriga zid, bittasi o'lik, bittasi tirik. Ammo Alloh o'likdan tirik chiqaradi. Tirikdan albatta o'lik qiladi. Shuni eshitganmisan? Qizim, sho'r dengiz bilan shirin dengiz goho jam bo'lishini eshitganmisan? Ba'zi aralashib qo'shilib qoladi. Ba'zida o'rtasida to'siq bo'ladi. Qizim, sen ekan bu mavzularda oldin gaplashib o'tganmiz Ar-Rahman surasida qizim. Qizga nasihat qildi. Bugungi hozirgi meni holatim yoki ertaga bo'ladigan holatlarimni sen ko'rib turib ta'jublanma. Chunki men shu soatlarda bir-biriga zid bo'lgan holatda yashab o'tyapman. Nega? Men seni xursandligingni ko'rib men xursand bo'lyapman. Chunki sen yangi hayot boshlayapsan. Saodat sari harakat qilyapsan. Ayni bir paytda o'zida men xafa bo'lyapman. Chunki sen meni uyimdan ketib qolishing. Har kuni ishdan kelsan assalomu alaykum deb kutib olayotgan qizim, har kuni kutib olmasdi, endi boshqa kimlardir kutib olishi, boshqa kimlardir dada deyishligi men uchun juda ham og'ir qizim. Qara, bir-biriga zid bo'lgan narsa meni hayotimdan hozir shu kunlarda o'tadi endi. Xuddi sho'r dengiz, shirin dengiz bilan, chuchuk dengiz bilan jam bo'lgandek men hozirgi hayotim, hozirgi soatlarim
Bu juda ham ajoyib holat. Xursand bo'lyapman seni xursandligingni ko'rib. Xafa bo'lyapman. Nega? Chunki sen ertaga ketib qolishing bilan uyim kelib uyim huvillab qoladi. Seni yotadigan o'sha sariring, kravating bo'sh bo'lib qoladi. Sen yuradigan obdasta ko'tarib ishdan kelsan assalomu alaykum deb gaplaring men albatta mushtoq bo'lib qolaman qizim. Ammo topa olmayman. Ammo ilojim yo'q. Butun hayotimni lekin mana shu soatni kutib yashaganman. Bu meni orzuyim edi. Bu meni harakatim edi. Ashuna bo'lsa ham bizni erkaklarga Alloh shuni qattiq sinov berar ekanki, biz qizni tarbiya qilib, chiroyli qilib, o'stirib, undirib birovlarga berib olar ekanmiz. Bolam, seni ko'raman degan zahotim xohlagan paytda ko'rardim. Ammo ertadan keyin ko'ra olmayman. Ertadan keyin faqat sen kuyovingning ruxsati bilan kelib meni oldim kelishing mumkin xolos. Qudachilik bor, andachilik bor. Sog'ingan taqdirimda ham sabr qilaman, seni uyingga bora olmayman. Alloh bizga shunaqa qattiq sinov berar ekan qizim. Bolam, meni ko'rishimni xohlagan taqdirimda ham men agar o'z haqqimdan kechayotgan bo'lsa, bilgin, seni kuyoving juda ham muhim odam sen uchun. Otalik bo'lib 20 yil jajjaligingdan, kichkinaligingdan, ko'zim o'ngida dona qadam seni o'stirib katta qilgan otang ko'raman deb ko'ra olmasa, illo seni xo'jayining orqali, endi kuyoving orqali ruxsat bersa, ko'radigan bo'lsam, bilib qo'y, bu odam mendan sen uchun buni beradi, albatta ustun bo'ladi. Vallohi Alloh qasamki, mana shu gapni hozirgi kunda otalar aytganda hamma oila zo'r yashar. Ammo otalar aytmayapti bu gapni. Vallohi aytmayapti. Erda haqqi bu, hammasini keyin batafsil gaplashamiz. Erda roziligi bular hali nasihat boshlanmadi. Hamma aytgan gapini qarang, gapida ancha ko'p jon bor. Buni bu yerga hayotingda xo'jayin albatta odam bo'ladi deyishlikni o'zi qizga juda ham hayotidagi to'g'ri yo'lda nima qiladi? Bildirib qo'yadi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan edi qizim. Qaysi bir odam 3 ta qizni katta qilib, voyaga yetkazib, tarbiya qilib, odobini juda go'zal qilib tarbiya qilib joyiga uzatadigan bo'lsa, albatta bu qizlar qiyomat kuni do'zaxdan parda bo'ladi. So'rashdi, "Ya Rasululloh, 2 ta bo'lsa hammi? 2 ta bo'lsa ham" dedilar. Qizim, biz erkaklarga Alloh shu sinovni berar ekan. Qizim, men bilganman. Chunki seni hayoting hargiz baxt saodatga to'lmaydi. Illo o'sha birodar uyda bo'ladi. Qizim, mana shu gapni unutma. Seni baxt saodating albatta birodar qo'lida bo'ladi. Men mana shu odamni bilmaganimda, mana shu bolani yaxshi o'rganib chiqmaganimda, men bu bolaga ishonmaganimda, sendek aziz jigarporamni unga nima qilmasdim? Bermasdim. Men uni o'rganib chiqdim. Kimligini surishtirdim. Mol dunyosiga hamma tomonlama surishtirib, qizini uzatar ekan, shu gapni aytyapti. Men bu bolani bilmasam, unga ishonmasam, sendek eng go'zal meni jigarporamni nima qilmasdim? Unga uzatmasdim, bermasdim. Ammo Allohga qasamki, shunchalar bilsam ham men uni hech qachon o'zimni o'g'limni bilgandek bila olmas ekanman qizim. Men uni yaxshilik, yomonliklarni butunlay bila olmas ekanman qizim. Sen bugun g'arib odam, bir begona odamning uyiga borasan. Begona odamni hovlisiga borasan. Begona odamlar bilan buni buyog'iga muomalada bo'lasan qizim. Meni ko'z yoshlarim ertaga mo'l-ko'l bo'lib to'kilishni boshlaydi. Shu paytda qizim menga onangni olgan paytlarim esimga tushadi. Shu kunlarda onangni olib kelganim esimga tushadi. Men o'sha paytda ularda qaynam bilan qaynatamni yig'layotganini ko'rgan paytimda o'ylagan ekanman. Ular xursandchilikdan kulyapti deb o'ylagan ekanman. Adashgan ekanman.
Ular o'zini jigar porasini uydan ketayotganiga alamdan yig'layotganini men bilmas ekanman qizim. Men shu hissiyotlarda bugun erta albatta tatishni boshlayman qizim. Sen ham bu hissiyot hargiz tatimaysan to o'zingni qizlaringni uzatmagungacha. İshon gapimga. Valloh Alloh qasamki, seni onangga uylangan paytimda meni otalik hissiyotim bo'lganda edi. Men ayeni bunchalar qiynamasdim. Ayeni doim kulib tabassum bilan yurish uchun bor harakatimni qilardim. Chunki u ham birodar qiz edi. Men seni bugun uzatar ekanman. Seni birodar uyga borib, birodar uyda o'tirganda seni xafa bo'lishingni, qovog'ingni osilishini, ko'zlaringdan shirin-shirin jajji yoshlaringni, yosh to'kishingni men ko'tara olmayman qizim. Xuddi shu holatda otalaring, onangni otasi bilan onangni onasi hayotini o'tkazgan ekan. Men uni ashpati bilmas ekanman. Qo'rqaman qizim, kunlar kelib, biz hozirgi holatimizni yashayapmiz. Kelajak endi keladi. Kelajakda 1 yildanmi, 2 yildanmi, 10 yildan keyinmi? Uyimga yig'ilib kelgan holatingni men ko'rsam, qizim nima qilaman? Qo'limdan nima ham kelardi qizim? Hech narsa kelmaydi. Xuddi seni katabilaring, opodalaring qo'lidan hech narsa kelmagandek, men ham hech qo'limdan hech narsa kelmaydi qizim. Qo'rqaman, Alloh subhanahu va taolo mendan o'ch olib qo'yib, seni jazolab qo'yishidan qo'rqaman. Albatta Alloh kechiruvchi, rahimli, Allohning mag'firatidan boshqa hech qanday choram yo'q qizim. Bilgin qizim. Bu baxt, saodat degani. Baxt, saodat degani sen kutayotgan hovlida inshaalloh topiladi. Sen o'sha baxt saodatni men senga bugun tushuntirmoqchiman. Bilgin. Bugungi sen bilan gaplashadigan birinchi nasihatim baxt saodat haqida senga tushuncha beryapman. Baxt saodat nima? Baxt saodatli hayot. Ya'ni saodatli, xursandchilik hayot degani doimo xursandchilik, doimo hamma muhayyo bo'ladi degani emas bu. U yerda mashaqqat bo'ladi. Erta xafagarchilik bo'ladi. Erta sabr ham bo'ladi. Lekin Alloh qasamki, shunday bir soatlar o'tadi sening hayotingda. Uni hech qachon eng qimmat tillarga ham almashtirmaysan, buni bil. Ammo shuni bilgin. O'sha xursandchilik kunlaringni doim yodingda olib turgin. Qiyinchilik kelgan kunlarda ikkalasini teng qilishliging uchun. Xursandchilik kunlaringni, saodatli kunlaringni esingda doim olib turgin. O'sha qiyinchilik, xafagarchilik kunlarida ikkalasini bir-biriga moslashlik uchun. Qizim, bu baxt saodat degan narsa bekarga bizni ona tilimizda baxt qushi deyishmaydi qizim. Baxt saodat qushga o'xshaydi. Qush kelib qo'nadi, keyin uchib ketadi. Ko'rganmisan birorta qushni bir yerga kelib olib, multazam doim yashab turgan ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmagansan. Baxt saodat bekari shunday deyilmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'sha qushni qalbiga soladi. Qaysi odamni boshiga o'tirishdi, boshiga soladi. O'sha qush borib qo'nadi. Baxt qushi. Ammo u yerda abadiy turmaydi. Vaqt keladi sendan uchib boshqa yerga borib turadi. O'sha uchib turgan kunlarda Alloh senga sabr berishini nasihat qilaman. Bilgin qizim, baxt saodat bu saodat degan narsa bu maqsad emas. Bu maqsad emas. Baxt saodat degani yo'l bu. Maqsad, agar sen baxt saodatni maqsad deydigan bo'lsang, yetganidan keyin yarada tugab qoladi. Baxt saodat seni hayoting bo'lsin. Kunlik baxt saodatni nima qilgin? Yashagin. Ammo eng katta maqsading
Allohning roziligi bo'ladi. Oxirida Allohning roziligi turadi. Eshitmaganmisan? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytgan edi. Va'dallohul mu'minina val mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha va masakin tayyibatan fi jannati adn va ridwanun minallohi akbar. Zalika val fawzul azim. Alloh mu'minlarga, mu'min ayollarga jannatni va'da qildi. Ostidan anhorlar oqib turadi. Ular yerda ular uchun xushbo'y, go'zal maskan uylar bor. Albatta bu narsalar Adn jannatlarida deb turib, va ridvanun minallohi akbar. Allohning roziligi eng katta ne'mat deb aytgan qizim. O'sha jannatdagi har qancha ne'mat bo'lsa ham bularni oxirgi maqsadimiz faqat Allohning roziligi. Albatta mana shudir eng ulug' saodat deyapti Alloh. Mana shu ulug' saodat bo'lsa, shu oyatdan dars olib qizim senga aytamanki, sen borgan uy albatta ne'matga aylansin. Albatta ne'matga aylansin. Ammo bilib qo'y, shu ne'matning eng zo'ri eringning roziligi bo'ladi. Xuddi jannatdagi eng katta ne'mat Allohning roziligi bo'lgani kabi, o'sha sen borgan uy, sen borgan xonadon, sen topayotgan baxt saodatlarni, ne'matlarni yemoq ichmoq ichida eng afzali ering rozi.